Men bugun ajoyib bir inson bilan tanishdim. Bozorda ahmoqlik sotdilar. Qora qushlar ularni ko'pincha o'ldiradilar. Men insonlarni telba va ahmoq deb bilaman. Yaponlarning ajoyib bir maqoli bu. O'zbek olami tugul dunyo olami farzandlari qaysi xonaga qamaydi? Ularni sizlarga ham tanishtirgim keldi. Suhbatni bilingim keldi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir men Buyuk Ipak yo'li metrosi tomonda joylashgan ajoyib kitoblar rastasi oldidaman. Xayrullo aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Buyuk Ipak yo'lida kitob sotamiz. Umar Hayomi bir rivoyatini aytib beraman sizlarga. Bozorda donolik sotdilar. Qaytimiga qaralik berdilar. Hech kim qaramadi, hatto o'tib ketdilar. Bozorda ahmoqlik sotdilar. Qaytimiga yoshlik berdilar. İnsanlar navbat turib oldilar, qaytimni unutdilar. Talabalar ko'zi emas, ular shamchiroqdir. Ularni yoqishni o'rganing. Agar ularni yoqishni xohlasangiz, o'zingiz yonishingiz kerakdir. Einstein aytadi. Qo'rquvga asoslangan ta'lim sistemasi qo'rqoq va bo'ysunuvchan talabalarni dunyoga keltiradi. Siz ulardan hech narsa kutmang. Einstein aytgan. Rahmat. Xayrullo aka. Talabalar xulosa chiqaramiz. Biz suhbatni davom ettiramiz. Xayrullo aka. Mo'jizazo'r kitoblar topdim. Ertak kitoblar, dunyo adabiyotidan o'zbekcha tarjima va Mushfiq Kozimiyning qo'rqinchli Tehron. Sizlar uchun ham juda ko'p kitoblar topiladi. İki narsaga shu inson to'ymaydi. Ilmga to'ymaydi, boylikka to'ymaydi. Ilmga to'ymaslik afzallik so'radi. Hisoblanadi. Juda kuchli gap o'yinda har kim qabul qila olmaydi. Bu dunyoga ko'p insonlarga o'lgani keladilar. Ayrim insonlargina yaratgan. Yaratuvchi bo'lishimizga harakat qilishimiz kerak. Seneka aytadi. Seneka aytadiki, men insonlarni telba va ahmoq deb bilaman. Nima uchun unday deysiz? Ular 30-40 yilga plan tuzishadi. Nimasi yomon? Bu ahmoqlikdan boshqa nima gap? Ertasiga xo'jayin bo'lmagan inson qanday qilib 30 yilga plan tuzishi mumkin? Mana bu shugimiz bor. Ehsonga har kuni bitta ovqat olib beramiz. Beradi. Bir yilda 3 marta to'g'ri. Shuga adabiyotga qiziqar ekan, ha? Adabiyotga qiziqadi. Hozir kitob o'qiydi. Ahmad Donish aytadi. Olimlar xuddi oqqushga o'xshaydilar. Ular ko'pincha qora qushlar atrofida paydo bo'ladilar. Qora qushlar ularni ko'pincha o'ldiradilar. Lekin oq qushlar yana paydo bo'laveradilar. Nima uchun deysa, ular qora qushlarning qanchalar qoraliklarini anglatirish uchun. Ilmni tarqatavering. Hatto eshitmasalar ham. Nima uchun deyilsa, qattiq yomg'ir yog'gandan keyin hatto marmarning ham usti ho'l bo'ladi. Braziliyada bir kitob o'qigan mahbusga 3 kunga qamoq muddati kamaytirilgan. Hozirda bizda ham qonunda ko'rib chiqilyapti. Agar shu amalda qo'yilsa, bu juda ajoyib natijaga beriladi. Nima uchun? Suxamlinskiy degan domla o'tgan. Men dedi jinoyat bo'lgan xonadonlarni tekshirdim. 48 ta xonadonga kirib chiqdim. Bor yo'g'i 39 dagina kitob topdim. Lekin uylarda kutubxona bo'lgan xonadonda bir dona ham jinoyat bo'lganini ko'rmadim. Sitseron aytadi. Agar uyingizga qalb baxshida etmoqchi bo'lsangiz, uyingizga albatta kutubxona baxshida eting. Ajoyib. Yevreylar nima uchun dunyoni boshqaradi? Bir kun menga bir ustoz kelib gapirdi. Nima uchun ular dunyoni boshqaradi bilasizmi dedi. 8 milliard aholi. Haqiqatan ular boshqaradi. Nima uchun? Ular farzandlari to'polon qilganlarida uylaridagi kutubxonaga qamab qo'yar ekanlar. Men keyin o'ylab qoldim. Bu o'zbek olami tugul dunyo olami farzandlari qaysi xonaga qamaydi? Yana Yaponlarning ajoyib bir maqoli bor. 1 yillikka reja tuzsangiz, guruching. 10 yillikka reja tuzsangiz, daraxt ek. Agar bir umrlik reja tuzsangiz, ajoyib farzandingizni tarbiya qiling. Yana Ahmad Donish aytadi. Yo'q, Ahmad Donish aytadi. Agar sizning farzandingiz sizdan pulning o'rniga maslahat so'rasa, siz farzandlaringizni ajoyib tarbiya qilibsiz. Bundan muhim narsa yo'q. Sarvar olam aytadilar. Otaning abadiy sadaqasi yaxshi tarbiya qilingan farzand. Kitobsiz hech iloji yo'q. Salom. Ajoyib suhbat bo'ldi. Lekin negadir qalbi shuuri ziyoga boy insonlarni men ko'proq ko'chalarda, nimadir sotib turgan joylarda tasodifan ko'p uchradim. Agar uyingizga qalb baxshida etmoqchi bo'lsangiz, uyingizga albatta kutubxona baxshida eting.